Qizlar stomatitda, avtos turida, oddiy turida, misol uchun labni chekkasiga chiqib qoldi. Bolaga tish yuvishni o'rgatinglar. Ramashq kechirsalar 2-3 kunda o'zi yengib ketadi. Lekin stomatitda boshqa og'ir turlarda tiliga chiqib ketdi, og'iz bo'shlig'iga, jag'i bilan, tanalari bilan hammasi bilan chiqib ketdimi, bu demak ichkarida muammo degan. Ko'p antibiotik olgan bolalar yoki oshqozon-ichak trakti muammoli bolalarda buni ketkazish qiyin. O'tkir jarayonda nima qilamiz? Tibbiyotda ibuprofen berasizlar og'riq qoldirishga. Pereks bilan обработка qilasizlar. Metilkoka 2 mahal qilinadi. Alohida idishdagi 12 ampula, askarbinka ampula, nistatin tabletkani maydalab aralashtirib, 4-5 mahal suramiz. Suvsiz ichishga berasizlar 3-4 kun. Bu o'tkir jarayon. Endi preventiv davo qanday bo'ladi? Vitamin D immunitetga, vitamin C beriladi yoshiga qarab. Enterol beriladi. Xo'p, va kokos yog'i suriladi og'iz bo'shlig'iga 4-5 kungacha. Ikkala jarayonda ham sut qatiq mumkin emas.